شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz bugun darsimizningki Sura Baqaraninki 107 oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Allah subhanahu va taolo mansukh, nasikh masalasini o'tirib qo'ygandi. Qur'oni Karimning oyatlarining ichida dastlab tushirilib, keyin boshqa oyatlar bilan amaldan qoldirilgan oyatlarning borligini, hukmlarning ichidami dastlab yo'l qo'yilib, keyin boshqa hukm orqali uning amaldan qoldirilgan hukmlarning borligini, aynı şekilde shariatlarning ilgirgi shariatlarning keyin kelgan shariat orqali, ilgirgi payg'ambar olib kelgan ta'limotlarning keyingi payg'ambar olib kelgan ta'limotlar orqali amaldan qoldirilganligini o'tirib qo'ygan. Buning qandaqdir dastlab birini avatib baqib yoki yo'l qo'yib baqib, tushirib baqib, aplashmagan yoki uning muvofiq emasligini his qilgan vaqtda keyin uni tuzatgan masala emas. Faqat zaman, makonning sharoitiga qarab turib, ilgiri davrga mos kelganini ilgirgi davrda, keyingi davrga mos kelganini keyingi davrda. Kishilarning psixik jihatda, ruhiy jihatda, ideya jihatda hozirligi teha to'liq pishib yetilmagan, hozirlanmagan vaqtida tushirgan oyat, hukmlar kishilar ideyasi o'zgarib, ideya jihatdan hozirligi bo'lib kishilarningki ve başka yeni yollara tayyorlangan vaqtidagi tushirilgan oyatlar bilan amaldan qoldirilganligini, bunun Allah o'zi xohlagan bir hikmat sababi bilan bo'lganligini, Allah ilgirki hukmnimi, keyingi hukmnimi, uning ilgari tushirilib keyin amaldan qoldirilganligi, keyin boshqa hukmning o'rnini olganligi hammasi Allohning ilmida azaldan tortib ma'lum, ma'ruf ekanligini biz oldingi darsda so'zlab o'tgan. Bugün derste 107. ayette şunun to'liqlamasi hisobda Allah subhanahu va taolo her şeye qodir. Yuqorqidek oyatlarni ilgari keyin nasikh, mansukh shaklda bizga keltirish, bir shariatni, yeni bir shariatlarni amaldan qoldirish, nech payg'ambar avatish, qaysi payg'ambarni avatish, hukmni qanday shaklda bizga yetkazish hammasiga Alloh qodir deganga dalil sifatida nima deyotdi? Astag'izu billah, alam ta'lam anna Alloha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Acaba bilmamsiz sen? Osmon zaminning butun igdorchiligi Allohga oid. Sizlarning Allohdan boshqa hech valiyinglar, hech yardım bergücün egenlimi yok, sizlik yardım bergücün yok deb ayette Allah'ın her işi qadir ekanligi, xalqan şekilde tasarrufat qiladiganligi, hikmatla ish qiladiganligini tilga oladi. Abturib buni bizga tushuntirib deyotdi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mansukh qilingan oyatlarning borligini tilga bayon qilib bo'lgandan keyin bizga endi o'zining koinotida, o'zining dunyosida xohlagancha ish qiladigan mutlaq qudrat sahibi ekanligini izohlayapti. Shunga oyat karimaning 5-i alam ta'lam degan bu qurun bilan boshlanadi. Alam ta'lam degani bilmamsiz degani, biladigan ish qil bo'lsan bilasan-ku degan shaklda bizga bizning qalbimizda muayyan bo'lgan bir masalani texmi qanaqa qilish, muayyanlashtirish yoki biz inkor qilayotgan bir masalani inkor sifatida nimda bilmaysan uni, mushuni o'qimamsa degandek inkoriy shaklda ifodalaydigan ifoda bu. Chunki bu alam ta'lam bilmamsa, acaba bilmamsa degan vaqtida
bunu anlagan adam şu birlam cevap berdi. Yani bilime şundaq degan javobdan boshqa javobni bermay. Yani Allah subhanahu va taolo bu yerda deganni iqro qildi deysa anlagan adam. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam nashrah sadrak. Masalan alam ta'lam. Ularning hammasi mashta emasmi degani ashta deydigan bir javob bizning tabiiy chiqadi bu yerda. Mana bu yerda deymizki, ya Rab shunda o'zri haq, gaplarimiz so'zlarimiz haq. Ahvol mushu degan shaklda inkas bizdan qaytadi. Shuning uchun alam ta'lam degan iboratlar boshlaydi. Buning tarjimasi bilmamsa degan gap. Qanaqdir bizni so'rayotgan gap emas, jumama. So'rayotgan gap emas. Ya'ni bizni ashtag'u, shundag'u deganda kerak. Biz normal ifodada o'zaro paranglashgan vaqtimizda tunugim badiqu ha shundag'u deb so'raymiz. Qanaqdir undan so'moqchi emas. Uning tunugim bag'anligimizni texmi muqarrarlashtirmoqchi. Allah subhanahu wa ta'alaning bu yangi oyatdagi acaba bilmaymiz Allah subhanahu wa ta'alaning osmon zaminning butun igdorchiligi Allohga oid, Allohninki o degan bu so'zdagi osmon zaminning mulki, igdorchiligi degan yerdagi bir ifoda. Bu yerda bir igi bo'g'ichi, igdor huquqiga sahib bir kishini taqozo qiladi va mulk bo'lgan bir shay'in taqozo qiladi. Mülk degandan keyin bir narsaning igdorchiligi degandan keyin ega bo'ladigan odam va shu igdorchilik qilinadigan mol mulk, shuning mulki shu o'tirg'i chiqadi tabiiy va mushu mulkninki uzluksiz davom qilishga, yo'qolmasligiga bir qudrat ifodasini taqozo qildi. Chunki Alloh osmon zaminning mulkining hammasi Allohga oid degandan keyin osmon zamin Allohninki osmon zaminning mushu shaklda davom qilishi Alloh uning qudrati yetidi davom qilishiga degandek bir ifoda chiqadi bu yerdan. Xuddi bu yerda Alloh subhanahu va taolo bizga shuni bayon qilib bermoqchi bo'lgandek. Ya'ni Alloh qudrat sohibidir, qudrat egasidir yani. İnsanning hech igdorchilik qudrati yo'q. Hatto o'zi igdorchilik qilayotgan mol-mulkini davom saqlab qolish qudrati yo'q. Mening mashinam bor, deyamayman, atsi mening qo'limdami emasmi? Bugün sokulub, vayronib ketishi mumkin. Uyim bor, ati o'tira olamdim, o'tiramamdim, buni bir narsa deyamayman, chunki o't ketib, ati ishim qolmasligi mumkin. İnsanning ahvoli bu. Ama Alloh unda emas. Yani insan normalde kainatda hech qiyin emas. Hammasi insonga omonat sifatida qo'ylab bergan narsalar. O'tdag'im omonat, haydayotgani omonat, yeyotgani omonat, qilayotgani omonat, hammasi omonat ishlar. Ne ötküp qolsa insan hech narsa yeyemez. To'g'ri bir imorat salmoqchi bo'lsa inson zimin topolmaydi saladiganga. Topgan taqdirda saladigan adam topolmaydi. Masalan, bunda ahvollar bo'ladi. Uni topgan taqdirda bina saladigan, imorat saladigan ham materiallarga kuchi yetmay. Bunda ahvol bo'ladi. Tamam, uni topgan taqdirda ya hukumat davlat kelib yoki bina salmas deydi. Masalan, yoki bu yer haqni olib o'tirda sud ahvol yuz beradi, da'vo yuz beradi, bitmaydi. Muşuna o'xshash ishlar insonni qiynaydi mesela hayotda. Bugun ma imorat birisininki ati ma'lum savlat va ilmisining ilkiga o'tib ketdi ma'lum bir da'vo uchun. İnsan bugun milliarder. Ma'lum rishtadan atsa qarzdor bo'lib qolishi mumkin. İnsan bugun cho'ng huquq egisi, mansab sahibi bir davlat arbobi atsa turmuda qoldi ahvollar bor. Bu inson dunyoda hech narsaga mohiyatli ega emas. Hammasi insonga bir omonat sifatida qo'yilayotgan narsalar. Endi Alloh subhanahu va taolo shuni askarib ta'vatudi. Bilmaymiz ajaba osmon zaminning butun igdorchiligi Allohga oid ta'vatudi. Bizning qo'limizda mulk yo'q. Chunki mulk degan qo'ldan ketmaydigan narsa. Ama bizning qo'limizdan ketadi-da. Gerçi bizlarga insonlar o'tirishga muomala cheklarida, muomala vasiqalarida to'xtam palani mening nomimda bunda uy va ya bu bir vaqtlik insonlar o'tirishga muomalada e'tibor qilingan amaliyotda insonning qo'lida emas ki. Yani mevcudiyatdagi har şey Allohning mulki, Allah özünün mülkida özünün qudratiga yarasha tasarruf qiladi. Shuningga Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinaga hijrat qilgan vaqtda Madinadagi yahudlar mol mulk egizitini puldara, xuddi hozir dunyodagi yahudlarga o'xshash shu vaqtda kishilarning shu Madinadagi umumiy iqtisodni yahudlar egallaganlikda. Ularning bir qism diniy ma'lumot tunushlari bor. Şonaşqa şu vaqtda Madinani butunlay kontrol qilib Madinada hukm surayotgan bo'ldi. Shu hammasiga gap yutadigan mana shaklda. Endi Rasululloh hijrat qilib kelgandan keyin Rasulullohga musulmonlarga hilm kirib qilishga boshladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining rasulini shunday xotirjam qildiki, bilmaymiz osmon zaminning idorchiligi Allohga oid. Sen xotirjam bo'l. Koinotdagi butun qudratning mutlaq qudrat sohibi
Allah'la. Bu kudret Allah'a ait yalğız. Ularning bugun Madinada mulki bo'lib qolsa davom qilmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o mulkni xoliqa odamdan elib xoliqa odamga beradi. Masalan, musulmonlarningki Allohning deganini qilish, bu cheklagandan yenish, Allohning mutlaq qudratiga ishonish bilan masalasi. Madam musulmonlar mushi shartni hozirligida dushmanlari musulmonlarning oldida chiroyli yigil bo'ladigan to'rt shaklda qiladi. Musulmonlar dushmanlarini yeyib o'tadi. Xuddi Yahudlarning o'z vaqtida Madinaning xo'jayiniga Yahudlar musulmonlar surtu qo'yib qo'g'lab o'tgandeklar. Bugungi kunda har shalvarlarimizni eqitib ketimiz, uning unda qudrati va buning unda to'g'ri. Hozir bizning ahvolimiz abga o'g'achqa, biz o'zimizni taraqqiy qildirolmagan bo'g'achqa, qil deganni qilmagan bo'g'achqa, qilma deganni yanamagan bo'g'achqa. Allah subhanahu wa taala zamanning qonun qoidalarimizga shuncha tushuntirib tusumi Qur'onda, hadislarda, shuncha ta'limotlarni berib tusumi biz unga loyiq shaklda, bu dunyoning qonuniyatiga mos shaklda ma'ammaganligimiz uchun, o'z dinimizga, o'z millatimizga sadoqat bilan bo'lmaganligimiz uchun, boshqalarga g'alchilik qilganligimiz uchun dushman kuchlanib ketib, biz uningga tikilib qarayamaydigan bir holatga keldik. Ammo musulmonlar uyg'onish kerak. Uyg'onib Allohning Rasuli bilan talab qilgandek bir holat shakllansin. Shu vaqtda dushmanlarning oldimizga yegil oldigan, kesib parchalangan, to'rt qo'xshash kamiginni hech qaysimiz kamiginni ko'ramiz yana. Cho'qim keladi bu. Biz qo'rqayotgan har kuchli dushmanlarimiz, dunyoni so'rab, dunyoning saqchisi deyotgan har kuchli dushmanlarmi musulmonlar Allohning o'lchimiga tushgandan aksi musulmonlarning oldidagi bir parcha to'rt qaylanadi. Ya'ni yivitadi ularni tabiiy. Yani shu qiyomat kunisi kelib Alloh subhanahu va taolo zamin va zamin ustidagi hammani halaqqa vaqtda u vaqtda hamma bilan asli ish bunday emasmi deb musulmon olsun, kafir olsun bunu biladi shu vaqtida. Qur'oni Karimda sura G'afirda limanil mulkul yawm dedi Allah xitob qilib. Bugungi buni mulk kimning hamdi, bugun kim nochi, o'tirga kim chiqadi dedi. Bunun Allah subhanahu wa taala o'zi guvohlik qilib, o'zi javob berdi lillahil wahidil qahhar. Vahid qahhar bo'lgan Allohga oid bugungi mulk. Hech kimninki xuddi dunyoda yugan sakligiga o'xshash, dunyoda hurpigiga o'xshash bilan hurpish huquqi yo'q. Beshni miktarab qarayamaydi. Madem Allah subhanahu wa taala yalğız malik bo'lgan ekan, mayli Yahudi olsun o'z vaqtidagi, yoki undan boshqa, yoki butun dunyo olsun, hammaning mol mulkini, ularning iqtidorchilik qilayotgan huquq mansablarini hamon tatib olishga qodir Allah subhanahu wa taala. Bizga ulamolar askarlarning oldin yurar qismlari, ya'ni bunda kechida shahar orlaydiganlar, kechida shahar kishilarning ahvolini kuzatib va ko'chimlarga bexatarlik yo'sudin. Bunda ma'lumotlar bir shaxsningki kechida bunda bir yerga manganligini ko'rgan. Bunda bir hikoya bor bu yerda, bu hikoya. Bu askarlar yana saqchilar demakchanda. Shunda u odam yiqilishiga u odam yugurib ketgan. Askarlar shundan keyindan yugurib bir tashlangan abga bir o'ringa kelgan vaqtda o'sha yushunib olganda u odam. Shundan askarlar uni tutib olib qarasa, buning shu yushurilgan yerda bir dona ulukning jasadi bor-da. Bular dediki, sen qatil. Sen bunu o'tiribsan. Bizni ko'rgan vaqt sen qachding-ku. Sabab shu spayridan qochibsan. Hozir sen mush ba'urunda hozir uluk tepildi. Bu yerda boshqa uni o'ltirgan odam yo'q. Sen bekaq qochmaysan, sen o'tiribsan dedi. Buni sotqa chiqishni aytmangdi. Shunda bu odam dediki, menga azroq vaqt beranglar. Men Alloh uchun 2 rakat namoz o'qib olay dedi. Ular vaqt berdi, namoz o'qidi. Bu odam qo'lini osmonga ko'tarib duo qildiki, ey Alloh, o'zini bilila. Mening pokligimga sizdan boshqa guvochi yo'q. Sizlar bizni guvochilikni yushamaslikka buyurdilar. Endi men shuni o'zirdan so'rayman. O'zir guvohliklarini yushamizlar. Men bu odamni o'ltirmadim. Bular xato tutyotdi meni deb duo qildi. Shunda to's bir odam kelib, men bu odamni o'ltirgan, men gunohimni iqror qilaman deb keldi-da. Boshqalar hayron qoldi. Nima deb gunohni iqror qilasiz? Hech kim seni ko'rmagan tursa, hech kim ayblamagan tursa, gumonlanmagan tursa degandan keyin Alloh bilan qasamki, chiqib men o'zim iqror qilg'im yo'q, iqror qilolmadim endi, ammo bir ovoz kelib, mening tilim shu yuqori gapni dedi, men iqror qildim dedi deb, mana bir hikoya bo'lgan ahvollar. Ya'ni qotil o'zining qilganini iqror qilgan vaqtda shu ulukning sohibi valiylarimda radisi hisobda, ey Allah, men seni shuningga guvoh qilamanki, men
ma balamni o'ltirgan qotilni uning to'laydigan diyeti qarzini va qini qisosini afv qildim deb mana bir yuz bergan bir ahvollar bor. Mana bu amaliy yuz bergan ahvol bo'lg'achqa buni ulamolarimiz o'sha shaklda so'zlab bizga yetib kelgan. Ammo shu voqealikka qarag'an vaqtim Allohning ajoyib qudrati. Ya'ni qotil yushirilmoqchi. Amma bu yerda duo qilib so'g'a odamning suolining nozukligiga qarang'iliqqa qaralinib ketgan pak odamning. Bu odam 2 rakat namoz o'qidi Alloh uchun. Chunki payg'ambar vasallam bizga bir ish bizning ustimizga tushib, biz g'am qilib qolgan vaqtida namoz o'qishni bizga o'rgatgan, namozga o'tirib namoz o'qishni bizga o'rgatgan. Bizning oldimizda bundan boshqa ish yo'q. Chunki boshqa amal yo'q, ya'ni hech qanday guvoch yo'q. Yushiringan o'rindosh uylar chiqib qoldi. Zaten seni undan boshqa qilgan hech ishing yo'q. Birlam ish va Allohga yilinishdan boshqa. Bu odam namoz o'qigandan keyin Alloh subhanahu va taolo ajoyib bir shaklda so'radi. Dediki, Allah bizni guvohlik uyushamaslikqa buyurding. Dinda guvohlik uyushish xato. Guvohlikqa tortilgan vaqtda aynı şekilde hech kimning ko'nglini ayab o'tmamasdan haqiqiy guvohlik qilish bizning ustimizga vojib, farz. Allah bunu bizga buyurgan. Madem shuni tutdiki, ey Allah, silib bizni guvohlikni uyushamaslikqa buyurgan, mening pokligimga, gunohsizligimga guvohlik qiladigan birdan bir zot sili. Chunki boshqalar o'qimaydi uni. Sildan aşı bizga buyurgan shu guvohlik qilishni, guvohlikni ushlamasdan sildan so'rayman. Bundan keyin yuz bergan ish ma. Ya'ni masalaga cho'ng tarafdan qarash kerak. Bugungi kunda aloqa bizning qarindoshlarimizning hammasining bir xil ruhiy tushkun. Sabab xuddi oldida chiqish yo'li qolmagandek. Dushmanlari har tarafdan, o'ngdan, soldan, oldidan, keyin qo'rshayotgandek. Har tarafdan kelayotgan tahdidlar. Osmonga chiqsang tapıningdan, ya kirsang cho'qongni tortib chiqmizgandek tahdidlar. Ammo bu yerda bir nuqta tushunish kerakki, bu bo'layotgan ishlarning ustida shu ishlarni ko'rib turayotgan Alloh bor. Allah shundoq bir qudrat egasiki, biz dunyoning Allah bekitgan qonuniga uygun şekilde Allohning degan yeriga kelgan vaqtimizda Allah'a əzigen vaqtimizda bizde şunday bir holatni bir adam noktasidan emas, bir millet, bir cemiyet noktasından Allah'a erzigidek bir holat kelgan vaqtimizda, o'tkazgan tarixiy jinoyatlarimizni yug'an vaqtimizda masala intayin oson bo'ladi. U bizga bir butun ko'ranganlar podshohligida. Uning soni intayin ko'p ko'rangan sonlar podshohlik orqali azg'ina son qaydanadi. Hozir ko'zimizni bir yo'g'on echib tikilib qarayamayotgan odamni shu vaqtda qulay shaklda betaraf qiladigan gap. Masala bu. Allohning qudrati bu. Yani bu qissa bizga shuni ifodalaydi-ki, biz Allohning ilkida. Biz xohlayli, xohlamayli. Sabablar o'lanak sababsiz shaklda. Nimishqa? Chunki osmon zaminning butun ig'dorchiligi Allohga oid. Allah her narsaga qodir. Allah şu ayetinin ahirinde dedi ya, şunun kendilam ve ma lekum min dunillahi min veli ve nasir. Bütün asman zamanının igdarcılık Allah'a ait olayken, sizlerin Allah'tan başka hiç igenli yok, hiç yardım etmek yok sizlerge. Yani veli degen kim o? Sana ege çıkıp seni yaxşı görüdüğün kişi olurdu. Nasir degen ne o? Sana yardım verişki kudret ve ihtiyarı ve kişini görürsüdü. Veli başka, nasir başka. Bazı veliler var, yardım kılamazlık mümkün. Bazı yardım kıldığı adamın vasını yaxşı görmezlik mümkün. Yaxşı görmeyi turup yardım kılış mümkün. Ama Allah bizge hem veli hem nasir. Hem bizden igimiz, yani bizni yaxşı görüdü, hem bizge yardım bireleydi. Allah subhanahu wa ta'ala daha tutmuş ayette, men sizlerinin veliyinla, men sizlerinin nasirинla, sizlerinin yaxşı görme, sizlerinin düşmanınla qarta sizlerine yardım edin. Muşu nokta, Muşu ideya bizning qalbimizga o'rnashgan vaqtda biz hech nimadan qo'rqmaymiz. Kelayotgan dishvarchilik, kelayotgan qiyinchilik, azob oqibatlarning hammasini o'tkinchi masala sifatida muomala qilib o'tib ketamiz inshaalloh. 108-oyatda Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga xitob qilib, yani hozirga qadar bizning darsimiz ahli kitob masalasini o'tirib qo'ydik-ku. Bu ahli kitob masalasini o'tirib qo'yishning asosiy sababi musulmonlarni tarbiyalash, yani bizni tarbiyalash. Ularda yuz bergan u xatoliklar, ular tushib ketgan u ma'siyatlarga sizlar tushmanglar. Ulardagi u xarakter sizlarda bo'lib qolmasin deb bizga hozir qadar Bani Isroilning masalasini so'zlab keldi. Hozir kelib ham yuqorqi oldingi bir ishga darsda va bugungi darsda bizga bevosita xitob qilyapti. Bizni tarbiyalayapti hamda shu tarbiyaning davomida. Davatudaki bugungi darsda yana 108-oyatda am turidun an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl
وَمَا يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Sizlarga ilgirki Musa alayhissalomning qavmining Musa alayhissalomning tutgan pozitsiyasi, Musa alayhissalom apkaga yo'l tutgan pozitsiyasini ko'rdik. Bularda shunchalik darajada qarshilashish xarakteri borki, so'maydigan masalalarni, o'zining buyidan ustun masalalarni haddidan eshgan shaklda bular Musa alayhissalomdan so'rgan. Nima deganda bular Allohni bizga oshkor ko'rsatib qo'y. Nauzubillah. Bizga ilohiy zaparimiz haqning ilohiy voqean qo deganda. Voy biz Muhammadni sallallohu qana qilamidik, bulanmidik, bu kun biz ishoncha qilamidik bunga. Usul demak jo'g'ini. Bugun keldi hamda ati kelamni kelmadi osmondan kelganda uxmidik. Bizga yerni tersa qildi, biz o'zimiz tersa qildi degan shaklda so'g'a emasmi? Hamda da'vat dokunishada am turiduna an tas'alu rasulakum. Sizlar o'z payg'ambaringlardan, o'z rasulinglardan xuddi Musa ilgari so'ralgandek so'moqchimisiz sizlar da'vat. Musa aşta sura usu Allah'a duş kelgan, aşta talaplarga duş kelgan. Sizlarning payg'ambaringlardan shuni so'ramoqchiman. Biz yuqorqi oyatlarda, darsning ilgirki oyatlarida Banu Isroilning shu xatoliklarini tilga olib keldik. Endi sizlarning shu xatoliklarni tushunmoqchiman. Esingizda bo'lsin. Ama yatabaddalul kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil. Qanday odam kufrni, iymonni badliga tanlasa, bu odam to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Musa alayhissalomning u qavmining Musa alayhissalomning so'g'alarining hammasi kufr yo'lini tanlaganligi. Xarakteri jihatda iymonni tashlab kufrni tanlaganligi. Ammo sizlar shu yo'lga kirib qolsanglar, sizlar yo'ldan ozgan bo'lasizlar. Bu esingizda bo'lsin demoqchi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyatda musulmonlarning valisi, yordamchisi ekanligini bayon qilib bo'lgandan keyin hamda Yahudlardan bo'lgan ahli kitobningki o'z payg'ambari bilan qilgan ba'zi ish ahvollarga o'tgan vaqt. Mishqa bu ishlardan sizlar saqlaninglar. Musa alayhissalomning qavmi Musa alayhissalomga nurg'un talablarni qo'ygan, bayatında do'qini, ilgirki darslarda nurg'un so'zlar o'tdi. Mushularni bizga da'vat etdi. Da'vat etdiki an turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Allah subhanahu wa taala bu yerda mu'minlarga da'vat etdiki, sizlar Allohning rasulidan shunda so'rmoqchimi, shunda talablarni qilmoqchimi, shunda savollarni so'rmoqchimi? Xuddi Yahudlar Musa alayhissalomdan so'rgandek. Endi shu yerda oyatning o'ziga qarasa, men tarjimaga diqqat qilsanglar, sizlar payg'ambaringlardan xuddi Musa so'ralgandek so'rmoqchimi? Asli shakli sizlar payg'ambaringlardan xuddi Yahudlar Musadan so'rgandek so'rmoqchimi desa, men bizningchi bo'ldi. Ammo Alloh bizga shunchalik hurmat qildiki, shunchalik bizga ehtirom qildiki, Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni Yahudlarga o'qishni xohlamadi bu yerda. Hatto jumla shaklda ham bizni Yahudlarga o'xshatmadi. Dediki, sizlar payg'ambaringlardan so'rmoqchimi, xuddi Musa so'ralgandek deb ham gapni tugatdi. Xuddi Yahudlar Musadan so'rgandek, sizlar mashta qilamizlar, bizni Yahudga o'xshatmadi bu yerda Alloh. Bo'lmasa sizlar payg'ambaringlardan xuddi Yahudlar Musa alayhissalomdan so'rgandek so'ramtinglar, so'rmoqchimi desa bo'ldi. Lekin Alloh Yahudilarni mu'minlarga, Allohning rasuliga iymon etgan kishilarga o'qishni xohlamadi. Bu bizga nisbatan bir hurmat, mu'minlarga qilgan ikrom, Allohning hurmat takrimi bu. Ya'ni mu'minlarni Yahudlarga o'qishib qolishni saqladi, hatto bir savoldan saqladi hatto. Yahudlar Musa alayhissalomdan nim deb so'rgandi, biz ilgirki oyatlarda qanday qildik? O'qib o'tdik. Ya'ni sura Nisoning 153-oyatda bu haqda mazmunlar kelgan. Yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alayhim kitaban minas sama. Ahli kitob sendan osmondan bir kitob tushadi deydi. Mushuni so'raydi. Bular ilgari Musodan bundan cho'ngni so'rgan. Bular deganki Allohga bizni oshkor ko'rsatib qo'y. Allohni bizga oshkor ko'rsatib qo'y. Bular shu vaqtda chaqmoq halok qilib, bularni zulm qilganlar. Bu ahvoli va bularning. Bular Musoga ibodat qilgan. Uchiq oshkora pokit gap bo'lgan ekan. Biz shundan keyin bularni afu qildik. Musa alayhissalomga oid ro'shan pokit dalillarni badiq deb sura Nisoda Yahudlarning o'tkazgan ig'ir xatoliklardan bir ikkisini tilga oldi. Ahli kitob kuparlar Rasulullohdan Qur'on bizga hikoya qilgandek nima dedi? Har xil talablarni so'radi. Sen bizga bir buloqdan birini aqtirib bermasang biz shilmaymiz dedi. Sura Isroning 90-oyatida bu ahvol tilqilingan. Yoki osmonni bizga so'ng o'ylagandek bir azob shaklda ustimizga tushadi. Yoki malaikalarni oldimizga aka degandek, yoki nihoyat go'zal bir uyang olsin sening degandek, yoki osmonga chiq degandek,
ve her xil suallarını, taleplerini sordu. Yani bu mazmun Sure İsra'nın 93. ayetinde yine oturup koyulgan. 92-93. ayette. Resulullah şunca taleplerini koydu. Allah müminlerini Resulullah'tan aşağı şekilde bir narsa soruştun, qo'rqitib bu yerda. Askartib. Xuddi ahli kitob kuparida so'g'andi. Ularga da'vatdiki, Yahudlar Musa alayhisalomdan bunun jo'misi. Hozir ma mushriklar va Madinadagi Yahudlar uni buni so'rayotdi. Banu İsrail Musa alayhisalomdan uningdan qattig'ini so'g'an, uningdan cho'masini so'g'an, shuncha mo'jizlarni ko'rib, Alloh ularga dengizni yerib berganini ko'rib, dengizdan ütüb bular, möcüzünü küzdük, kürvetip, hiç neresi məxfi olmagan, nait roşan, aşkarı boğan bir ahval aslında Allah subhanahu wa ta'ala'nın barlığı, kudretinin büyüklüğü dalalat kılıdığan nait keskin paketler ba aslında muşta bolsun Yahudlarım degenti, ya Allah'ın aşkarı kılımızdaki ima etmeyimiz degenti. Bu möcüzünü Yahudları yetmegen şu vaxtıda. Xuddi ularning maddi xarakterlari, biz davomli davatimiz Yahudlarda o'ynab ketgan maddi xarakter dunyoviy hayotida ko'z ko'rolmaydigan zotni ko'raman davada ularning xarakteri. Bular dengizni o'tablar Musa alayhisalom bir but qilib paskan bizga deb mushun deyishdi ular ibodat qildiganga. Muzoyga ibodat qildi, shuncha ko'rgan paketlar turib. Bu Yahudlarning o'tkazgan xatarligi, Banu Isroilning payg'ambarga tutgan nachar axloqi, nachar pozitsiyasi. Ammo mu'minlar bunday qilsa bo'lmaydi. Sizlar unday qilsangiz bo'lmaydi deb Alloh bu oyatda. Oyatning oxirisida ig'rir askarlardan birisi va "Va may yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil." Yani Allah yana almashtirish pili ishlatdi. Kimki kufrni iymon badaliga almashtirsa. Biz necha tunishtirdik ilgili darslarda ama mush arab tilidagi almashtirish babida qo'llanilgan jumla shaklida pildan keyin ikki to'ldiruvchi keladi. Ikki to'ldiruvchining qaysiga ba oldi qo'shiluvchi kirsa, shu qo'ldan birib tashlab etib, yana bir to'ldiruvchini ep qoladigan tar bo'ldi almashtirish babida. Wa may yatabaddalil kufra birinchi to'ldiruvchi kufra bil iman ikkinchi to'ldiruvchi buning oldida ba qo'shimcha bor. Unda o'gandan keyin tabiiy bu yerda chiqadigan hukm kimki iymonni tashlab kufrni qo'lga olsa, bu xil shaklda almashtirish basa degan bo'ladi bu yerda. So'z satiqdimi shu manda narsani manchi pulga oldim desa, pulni oldiga bakiladigo, masalan, ya'ni pulni birib, malni oldim degan bo'ladi. Ya'ni mayadagi oyatning ma'nosi sen iymonni tashlab kufrni olsa degan gap yani. Kimki iymonni tashlab kufrni qana qilsa olsa. Yahudlar shu qilgan qiliqlarni o'tkazgan jinoyatlardan kufrni tanladi. Iymonni tashladi. Musa alayhisolamga Allohning oshkor bizga ko'rsatib qo'ydi demaslar. Mashtaqib qolgan faqat dalla savasi. Yo'ldan ozgan bo'ladi, to'g'ri yo'ldan chiqqan bo'ladi. Endi dalal degan nima? Yani dalla deb bir fil keldi. Azdi deb tarjima qildik buni. Dalal degan nima desa, sening asli nishoningga seni ibaramaydigan bir yo'lda menish. Bu azg'anlik bo'ladi. Shaharga kirmoqchi, ammo men boshqa yo'lda mendim. Shaharga olmaydi u yo'l meni. U yo'lda men shaharga boramayman. Men ma yo'lda dalla bo'lgan bo'lma, azg'an bo'laman. Sawa asabil o'tirhal yo'l, to'g'ri yo'l degan ma'noda. Sawa degan normalda arab tilida o'tiris degan ma'noda keladi. Sura Saffatning 55-oyatida fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Buni dozaqning o'tirdi ko'rdi degan ma'noda qo'llanilishi shu yerda. Yani aqirg'aqdinmi Yiroq, maqirg'aqdinmi Yiroq ikkisining o'tir degan ma'no bo'ldi. Faqat dalla sawa'as sabil degan gap o'tir yo'ldan chetnab boshqa yo'lga chiqib ketgan bo'ladi degan bo'ladi. Ya'ni to'g'ri yo'ldan demakchi yani. Bilasizlar, yo'l bugungi yangi texnikalar chiqishdan ilgari masalan, yo'l boshlovchi deymiz ya GPS ga o'xshash. Undan ilgari bir yo'l hozirlanib yasalishdan ilgari hamma o'xshash bo'ladi. Yo'l yo'q unda. Yani mang'ul olmaydi. Masalan, bir qumliq varayli yoki bir o'rmonliq varayli yoki bir qaqasliq varayli, birisi mang'ib boqmagan yerda muayyan shaklda bir liniya olmagan chaqda mang'ul olmaydi. Bunday holatda yo'lning o'tirdi mengish ba'zi jafo mushaqqatlarni yiroqlashtirdi. Normalarga biz yo'l nuqtasini aytgan vaqtda. Endi davatidiki ma'iyatda qanday odam iymonni tashlab kufrni olsa, bu odam o'tir yo'ldan chetdan chiqib ketgan bo'lgan jafoda qiladi bu odam. Xatolashdi bu odam.
Allah bu yerda mu'minlarning o'sha hozirlangan o'tira degan gap, bunda hozirlangan yo'l degan gap. Bayatni do'qo yo'l yo'q yerning o'tirsa olmaydi. Sahrada o'tir yo'l olmaydi. Qumliqda o'tir yo'l olmaydi. Menda o'tir yo'ldan azg'an bo'ladi degani yo'l bor. Allah bizga yo'lni ko'rsatdi. Shu yo'l orqali payg'ambarni avatdi. Shu yo'l orqali kitoblarni tushirdi. Biz hammasi yo'l o'rgandik. Mengishni o'rgandik. Mengish ko'rsatildi bizga, mengish bayon qilindi. Shu yo'lni o'tirdim men. Bundan azma. Davatı Allah subhanahu. Çünkü o en bir xatar yol. Otur, aşı rastlangan, menip köngen, yani bizge bayan kılıngan yolunu oturdu manğanıda, ne oğumu azmaydı, ne solğumu azmaydı. Allah'ın bizge çürüp bergen menheci boyunca iman yoldu manğadı. İman yolu daim hazır, kupurgu yeteklemeydi. Bu en doğru yol. Yani biz şu arkalık erişmekçi olan bizim nişanımızga erişimiz. Allah subhanahu wa ta'ala ilgirki iki ayette, 108. ayette ve 107. ayette biz mu'minlerge özünün kudretini namayanda kılıp bizni hatırcam kılgandan keyin ve ehli kitapqa o'xshash yo'l tutishdan bizni eskertgandan keyin endi ma ayette ehli kitapninki, din düşmanlarınınki, kupparlarninki bizge yaxşılıq asla istemaydiganligi. Bizning qilayotgan ishimiz ularning yuragini siqayotganligi. Bizning mang'atgan to'g'ri yo'limiz uning hasdini qo'zg'alganligi. Shu yusidan qanday qilsa qilib amal tepib, bir ishlarni deb, qilayotgan ishimizdan bizni shubhilantirib, yo'limizning keniga yondirishni istaydiganligini Allah eskertib davatidi 109. oyatda Estaizu billah وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ehli kitapning ko'pinchisi, bu yerda Qur'on insof qilyapti diyana. Hammasi emas. Chunki mutlaq shonmaydi. Ko'pinchisi sizlar iymon aytib bo'lgandan keyin sizlarni kuffar holatga, kufrga qaytarishni yaxshi ko'radi. Bu ularning haqiqat oshkor bo'lgandan keyin sizlarga qilgan o'zidan kelib chiqqan bir hasad bu. Shunga unda odamlar chatag'inlarimizni fa'fu, bo'lmagandek muomala qilingan ishlarga, bo'lgan ishlardan yuz chatag'inlarimizni tashlab o'tinglar ishlarni. Ya'ni ularning degan, qilgan, aytganlari sizlarga ta'sir qilmasin. Hatta ya'ti Allohu bi amri, Allohning hukmi patlarida keladi. Bu haqda nima bo'lganligini patlarida ko'rsatadi. Bir hukm tushadi, ular vayron bo'ladi. Sizlar o vaqt jazosini beralaydigan bo'lsizlar, innalloha ala kulli shay'in qodir deydi. Endi bu oyat karima Uhud jangidan keyin yuz bergan bir hodisani o'z ichiga olgan shaklda bayon qilingan. Uhud jangida payg'ambar alayhisolatu vasallam askarlardan, o'qiyotchilardan tog'ning ustidagi o'rinlaridan ayrilmaslikni, mayli musulmonlar g'alaba qilsin, mag'lub bo'lsin, buni talab qilgan. Shunda g'alaba alomatlari oshkor bo'lgan vaqtida o'qiyotchilardimi bir xil g'animat tamosi paydo bo'ldi. G'animatga tamoq qilib, "Voy, biz tushmasak, g'animatlar, mol-mulklar qanday olib ketadi" degandek, bular Rasulullohning bir xiloflik qilib, Alloh buni mag'lub qilishni o'yladi. Ammo musulmonlar mag'lub bo'ldi, lekin kuffarlar g'alaba qilolmadi. Chunki haqiqiy g'alaba degan nima desa, bir zaminni egallab, shu yerda mavjudligini saqlash lozim. Ammo kuffarlar qana qildi, jangdan keyinlar Makkaga qaytib ketdi. Vaqtim yengib oldik deblam ketdi-da, haqiqiy g'alaba yo'q. Hatto musulmonlar ikkinchi kunisi ular bilan qayta urushimiz deb chiqqan vaqtida bir odamni topolmadi. Endi dal Madinaning yahudlari mushu hodisadan foydalanib hujum qildi-da. Huzayf ibn Yaman bilan Tariq va undan boshqa sahobalar o'tirgan vaqtida deytdiki, sizlar haqiqiy mu'min bo'lganlar mag'lub bo'lmaydinglar. Yaxshi bizning dinimizga qaytinglar, Muhammad dinini tashlanglar. Huzayf ularga nima dedi? Sizlarning dininglar ahdi buzish haqida nima deydi? Demakchi o'qini Tavratninki Yahudlarning Alloh va Muso alayhisalom bergan ahdisini buzish haqidagi gapga ishorat qilmoqchi Huzayfa. Deb bo'lgandan keyin men Muhammad bilan sallallohu alayhi vasallam qilgan va'damni hayot yaşagan muddatda buzmayman. Bana cevap verdi. Ammar nima dedi? Ammar dediki, men Allohni Robb deb iymon etdim. Muhammad alayhisalomni payg'ambar deb iymon etdim. Kitobni o'zimning imomi deb iymon etdim. Ka'bani qiblam deb iymon etdim. Mu'minlarni qirdin deb iymon etdim. Men yashasamla mushu yo'lda menga men deb javob berdi.
Payg'ambar alayhissalomga Huzayf bilan Tariq ibn Yasir degan gaplar yetdi, Rasululloh xushal bo'ldi, ammo Yahudlarga Uhudda yuz bergan ishlardan uzluksiz foydalanadi. Nishqa musulmonlarning qalbidagi iymoniy aqidani tarvitish uchun. Bu xuddiligi biz ilgari darsda so'zlab o'tdik. Qiblaninki Ka'baga yo'tkilish masalasini bunu bir qitim shundan istiqlol qilib foydalanmoqchi bo'lgan. Ya'ni qalblardagi iymonni tarvitib qo'yish uchun. Deganki bular ma'qul, qibla zodi Baytul Muqaddas tarafga xato bo'la olsa, burun nimishqa qaragandinglar. To'g'ri bo'la olsa, endi nimishqa tashladinglar. Deb mushtama gaplarni shubha qilganda shuni bilan Alloh subhanahu va taolo vadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. An mishada sizlarga bir gapni deyish to'g'ri qiladi savoqdoshlar. Musulmon o'zining yurish turishi bilan qilayotgan yaxshi ishlari bilan yurgizayotgan adl adolat bilan go'zal axloq bilan bir din. Musulmonning degan har bir chin so'zi sahip chiqqan omonatdorligi, tug'an va'dalari, qilgan vafosi atrofidagi ikki xil kishilarga ikki xil ta'sir qiladi. Haqiqiy insofli kishilar, haqiqatni istaydigan kishilar bu ishlardan qana qiladi, ta'sir oladi. Chunki menda bir ish bor. İnsanning asli tabiati to'g'ri ishlarga, go'zal axloqqa, chinlikqa, vafodorlik ustiga qurilgan bo'lg'achqa, inson yaratilishlar bu xil tabiatlar yaratilgan bo'lg'achqa, insonlar buzilib boshqa ishlarga odatlanib ketgan vaqtimi birovninki ashta asl tabiat, asli xarakter, iymon taqozosi bilan yashaganligini, yurganligini ko'rgan vaqtida uning ichki hujayralarida, nervlarida to'qinish paydo bo'ladi. Ya, ajab rostchilik ekanman. Uning rostchilligi bir xil ta'sir qiladi uningga. Uning omonatdorligi ta'sir qiladi. Boshqalarga yaxshilik qilishi ta'sir qiladi. Boshqalarga aziyat bermasligi ta'sir qiladi. Agar u haqiqatni istagan qalbida kasal yo'q odam bo'lib qolsa, shuni bilan oning ta'sirida bu yaxshidan bo'ladi, iymon kiradi. Esonli bo'lsin, har bir musulmon Allohning dinining vakili. Qilgan yaxshi ishlarimi dinga vakillik qiladi, yomon ishlarimi dinga vakillik qiladi. Tamam, bu birinchi xilda kishilar bo'lsa, ikkinchi xil kishilar o'zi bilib turib, oyatga qarasanglar, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. O'zi bilib turib, o'zining qilayotgan xatoligini, o'zi unda aslida qilib bo'lmaydiganligini bilib turib, shu xato yo'lga ketayotgan odamlar. Bunda insonlar yaxshi ishlarni qilgan, islomning asli talab bo'yicha mangan, taqvo, dindor odamni ko'rsa, buning psixikasi buziladi. Chunki ular biladiki, ashu to'g'risi. O'zi xato qilayotgan. Ammo hech kimning o'tirga men xato qildim degan maydonda o'tirga chiqisi yo'q. Boshqaning oldida xato qildim degan shaklda ko'rangisi yo'q. Qanday qilishni bilan darhallam uningga hasad qilishga boshlaydi. Hasad qilib uning uzdek bo'lishini xohlaydi. Oyatda dal bizni eskartayotgani bu xil shakldagi insonlar. Odatda normalda inson xatolashgan vaqtida, haqiqatdan yiroqlashib, to'g'ri yo'ldan chiqqan vaqtida bu odamningki ko'rsatadigan inkosi, bu odamdan ko'riladigan ahvol 3 xil ahvol bo'ladi. 3 xil inkos ko'riladi bu odamdan. Birisi bu odam Allohga tövbe qilib, qilgan jinoyatlarini to'nib, haqqa qaytadi. Bu birinchi eng to'g'ri pozitsiya. İnsan xatolashgan vaqtda qiladigan eng ko'rsatadigan eng to'g'ri pozitsiya. Ikkinchi xil pozitsiya boshqa mu'minlarni ayiblash orqali, o'zidagi ish qilmaganlarni ayiblash orqali o'zidagi gunoh psixikasini tuvallatadi. Bir odam bekor vaqtini zayo qilyotdi. Ummatning omonatlarini zayo qilyotdi. Ustidagi majburiyatlarni ado qilmayotdi. Ammo uning qishli yana birisi bor. Dan aksicha qilayotgan. Omonatga sahib chiqayotgan, ummat uchun xizmat qilayotgan, din uchun xizmat qilayotgan chin, rostchil, omonatdor birisi bor. Bu o'zining qilgan jinoyatidagi jinoyat psixikasini pastlash uchun uni ayblashga boshlaydi. Bu ikkinchi xil insonlar.
Normal cemiyette etrafımızdan körümüz bu ahvallarını. Nurgun insanlar var, tamaki çıkıdı. Tamam mı? Bir cinayet. Hatalıklarını ötküsüdü mesela. Buna çıtqa vaqtda din ta'limotlarini o'zining hayotiga uyg'ulamaydi endi. Ammo taqvodor birisini ko'rsa, ayiblash bilan boshlaydi. Bu ikkinchi xil jinoyat. Pozitsiya ya'ni jinoyat xarakterdagi pozitsiya. Biz aytdik, inson xatolashib yo'ldan chiqqan vaqtda bu odamdan o'zining xatoligiga qarata tutilgan pozitsiyasi 3 xildir. Buning birinchisi to'g'ri pozitsiya tutib, Allohga tavba qilib asli to'g'ri yo'lga qo'ydi. Bu bir. Ikkinchisi, o'zi xato yo'lda ketayotgan inson to'g'ri yo'lda ketayotganlarni ayiblash orqali gunoh psixikasini to'llatib, o'ziga azroq bahona, ya'ni azroq malham topadi o'ziga nisbatan. Uchinchi eng xatarli pozitsiya nima desa, o'zining qilayotgan xato ishini botil aqida, xato fatvolar bilan zinatlab, o'zini to'g'ri shaklda o'tirga chiqishga urinadi. Bu eng xatarligi. Del ma oyatda tilg'anayotgan yahudlar shu. Musulmonlardan qanday bir ish chiqsa, qanday bir tutqunlig'idek bir bahona chiqsa, tutuplab shuni ayblab musulmonlarni qanaqa qilish uchun titirtib, iymonini tarvitib, keyingi yondirish uchun harakat qiladi. Bundan Alloh bizni eskartadi. Bu ahli kitoblar emas, bizda topilgan ahvollar. Shu oyatda aniq deyildiki, hasadan min indi anfusihim. Zaten bu boshqa bahonasi yo'q buningki. Üzdeki hasad bu. Üzdeki hasad. Çünkü bular haqiqatni biladi bular. O'zining xato qilayotganligini biladi. Qarshi tarafning to'g'riligini biladi. Mashta turib hasad bularni aql shaklda pozitsiya tutishga ko'radi. Shu boshqa qarindoshlarimga eskartadigan narsa, bayatdan deganimdek har bir musulmon, har bir mu'min dinning vakili sifatida ma'lum. Uni olgan qadam, uning qiyofatlaridan tortib, gap so'z, muomala usullaridan hammasi dinning vakilidan bo'lgancha pasiqlarga, zolimlarga, munofiqlarga, kuffarlarga bana tepemaslik kerak. Bizda xato bir ishning yuz berishi ularga din hujum qilishning bahonasi bo'lib turadi. Biz shunda bir xato gapni qilsak, Alloh shu foydalanib din hujum qiladi. Buni biz jinoyat qilib qolamiz. Alloh buni eskartadi bu oyatda. Mush nuqtaga diqqat qilinglar deyotdi. Bular har doim bizni ko'zitib turayotganligi, qachon bir bana topa olsa, shu orqali hujum qilganligini Alloh bizga deyotdi. Bu nuqta bizda aniq bo'lishi kerak. Endi kelsak Qur'oni Karimda bayatdan oyatda Alloh subhanahu va taolo "Wadda kathirun min ahlil kitob" deb kathirun min ahlil kitob deb ma'qul shaklda ifodalanadi. Buni bayatdan dedim, Qur'oni Karimning bularga intayin insof qilishi. Ya'ni ba'zisi, hammasi emas yana. Bir qismi musulmonlarni dindan, mu'minlarni dindan qaytarish o'rniga olib faqat bir qismi. Ammo yana payg'ambarlar iymon etish haqida o'ylanayotgan bir bo'likdir bor, lekin ozda bular. Agar mush o'rinda Alloh subhanahu va taolo butun ahli kitobga, ahli kitob degan zotim mashta deb hukm qilgan bo'lsa, ma oz bir qism iymon etmoqchi bo'lganlarning oldida yo'lni taqab qo'ygan bo'ldi. Shunga bu bir ilohiy uslub, xitob uslubi. Buni o'zimizning hayotda tatbiq qilishimiz kerak. Masalalarga mutlaq muomala qilish qolmaydi. Ehtimol yana yuchiq qo'yib qo'yish kerak. Ya'ni chiqish yo'li berish kerak boshqalarga. Orqa eshikdan birini ochib qo'yish kerak qanday xitobda. Ya'ni ahli kitob, yahudlardan bo'lgan ahli kitob sizlarni dininglardan qaytarishni yaxshi ko'rdi, bular ko'plar. Ammo yana ma'lum bir qismi bor, haqiqiy qalbi sog'lom bo'lsa, qalbida kasal bo'lmaganlar, ya'ni iymon etish haqida o'ylanayotganlar va iymon etganlar va masalan. Anikin min ba'di imanikum kuffara dedi. Kuffar sizlarni iymon etib bo'lgandan keyin kofir holatinglarga qaytishni umid qiladi. Nimaga kofir bo'ladi? Ya'ni sizlar iymon etgan, sizlar dininglar sizlardan talab qilayotgan narsalarga kofir bo'lishni istaydi sizlardan. Bular buni qandaqdir o'zining bir sap prinsipi, qalbidagi bir prinsip o'zining yoki bir sizlarning manfaatinglar uchun bir ma'lum bir aqida nuqtasi turib deyotgan gap emas bular. Iymondan qaytarishda odindan modinga kir deganda bir manfaat sizlarga yaxshi o'zini qilayotgan ish emas. Masalan, biz birovni dinga taklif qilsak, bizga hech foydasi bo'lmaydi uning. Masalan, Yevropada birisi iymon etibdi, bir pop iymon etibdi, xo'shib ketdimiz, duo qilamiz uning uchun. Uni qattiq qarshi olamiz. Ammo uning iymon etganining bizga hech bir foydasi yo'q. Faqat shuning uchun yaxshi bo'ldi, bu din uchun yaxshi bo'ldi deb turib da'vatimizda. Ammo Mavloning deydigani nima desa, bular bir prinsip, aqida nuqtasidan qilmaydi sizlarni dindan qaytarib, o'zining diniga akirish yoki bu masala emas. Faqat
haseden min indi anfusihim. Əməliyyatda ularning dini bunun ta'tirisiga buyuruydu. Tavrat nimaga buyuruydu? Musa alayhissalom nimaga buyurgan masalan? Bularni Payg'ambar alayhissalomning risolatiga iymon etishga buyuruydu. Demak, bular shunday bo'lganda Tavrat buyurgan ta'limotlarni ijro qilmagan bo'ladi. Yani İslamga iymon etishni rad qildimi? Tavratning ta'limotiga qarshi harakat qilgan bo'ladi bular. Endi sizlarni dininglardan qaytirishga ularni shuncha intiltirayotgan narsa nima desa dal hasad. Hasadning dindagi o'rni eng cho'ng. Qur'oni Karimda "Va min sharri hasidin idha hasad" deb alohida tilqiladi. Biz bilamiz Payg'ambar alayhisolamningki hadisida kelganlik sal turib chiqadi. Hasadning arabchadagi atalg'usi ikki xil bo'ladi. Birisi hasad, birisi g'ibta deb qo'yamiz. Birovda oxiratlik bir fazilatni ko'rdik. Masalan, qattiq diniy olim bo'libdi yoki uning Alloh iqtisod berib, iqtisodni din uchun sarf qilyotibdi. Biz buni umid qilib Alloh shu odamga ilm beribdi, dinga cho'ng xizmatlarni qilib bilibdi, menga ilm bergan bo'lsa deb buni umid qilsak, buni biz g'ibta deymiz. Buni hasad degan atalg'usini ishlatgan vaqtda bu to'g'ri hasad urdi. Ya'ni boshqalardagi uxraviy yaxshiliklarni yoki dunyoviy yaxshiliklarni to'g'ri shaklda o'zingda umid qilish bu bir xil yo'lliq hasad. Ammo yo'lsiz hasad qaysi desa, ulardan yo'qolib senda bo'lishni umid qilish. Ya'ni chidamaslik. Buningdan men eg'risi nima desa, ashuni yo'qotish uchun amaliy harakat qilishing. Bu eng eg'ir darajasi, yuksak darajadagi xatolik ma'lum. Qur'oni Karimning bizga o'gitib qo'ygan duosi dal shu. "Va min sharri hasidin idha hasad." Hasad qilib qalbingni saqlab qolsang bu bir tarafi, ammo uni ish harakatingga aylantirib, sen qarshi tarafni ziyonga uchratish uchun amaliy harakat qilganning vaqtida sen hasadning eng yo'g'on sharriga uchragan bo'lasan. Yani hasad degan nima desa, sen yomon ko'radigan odamda ne'matning yo'qolishini umid qilish. Bu hasad. Oyatda hasada min indi anfusihim dedi. Yani maish bu qandaqdir o kitob ya uning Tavrati uning buyurgan emas. Bu o'zidan chiqqan masala. Chunki bular musulmonlarga iymon ne'matning birligiga hasad qiladi bular. Bu ne'matning yo'qolishini umid qiladi. Amaliyotda bu ne'mat musulmonlarni o'zaro birisi-birisini suyadigan, muriga tegib bağlanıp ketken bir gavda qilib bir ne'mat bu. İlgari bular qandaqdi? Tarmoq, guruh. Yahudlar shunda amaliyotdimi? Ammo musulmonlar qarasangiz bir butun. Bundaq holatga chidamagan bo'ladi o'z vaqtida. Bu yusidan bular ichidan chidamay, qo'yilib ketib, hasadga chidamay andiga o'tirib chiqqan insonlarda. Hamda diniy nuqtadan yana mubah hasadlarmi bo'ladi? Bayatman deganimdek Payg'ambar alayhisalom la hasada illa fisnatayn. Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakati fil haqq. Bir adam Alloh unga mol-mulkni berib, haq yo'lda sarf qilgan. Wa rajulun atahullahu al-hikma fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha an-nas. Yani bir adam Alloh unga ilm hikmatni berib, kishilarga o'rgatib, shu orqali kishilar o'tirisida masalalarni ayirib kelgan bo'lsa, bu ikki turlik odamdagi ne'matni yo'qolishini emas, avlodin sana birilishini umid qilgan bo'lsang, bu yo'lliq hasad. Yani bu ikki xil holatdan boshqa holatda hasad qilish harom. Endi ma oyatning demakchi o'g'ini xuddi ma yahudlar musulmonlarning diniga hasad qiladi. Biz chunki deb o'tdik. Bular ilgari arablarni qana qilibdi, tahdid salatdi. Yani bir payg'ambar keladi, bir din keladi, shunga haq qilsang adoni birimizda. Afsus bu payg'ambar o'zidan kelmadi. Bu din o'zidan kelmadi. Shuni o'ylagan bo'ladi, hasad o'ti qo'zg'aldida. Ma hasad bularning o'zining ishi. Tavratning aloqasi yo'q bu hasadga. Ularning boshqa kitoblarining aloqasi yo'q. Ularning diniy ta'limotining aloqasi yo'q. Ma o'zining shaxsiy xarakteridan chiqqan hasad bu. Shu oyat yana Alloh subhanahu va taolo min ba'di ma tabayyana lahum annahu al-haq. Ularga haqiqatlik oshkor bo'lgandan keyin degani, ya'ni Tavratdan payg'ambar alayhisolamningki shaxsiyati oxirgi payg'ambar ekanligini buni aniq bilib bo'lgandan keyin qilayotgan hasad. Aynı shaklda mesela boshqa şekillerde bizde tepildi. Etrafımızda tepildi. Her zaman Müslümanlarda bu ahval tepildi. Din düşmanlarının Müslümanlar kıldığı hasdi. Dinga ziyankeşlik kıldıqlarının hizmet qatqanlar kıldığı hasdi. Bu normal tepildiği ahval. Allah bunun eskertib atıdı.
Oyatning oxirida musulmonlarga nima deb xitob qilyapti? Buni hal qilishning chorasi nima desa, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allohu bi amri. Bular haqida Allohning amrini kutdi. Sana birov hasad qilib, yamonlik tilini, yamonlik qo'lini uzatgan vaqtida sen uning bilan bo'lib ketib xizmatingni qo'yma. Uning bilan bo'lib ketib diningni tashlama. Uning bilan bo'lib ketib bu yo'lingdan yanma. Uning masalasini Alloh qo'y. Sen yuz bermagandek, ishlar bo'lmagandek yuraver. Chunki uning masalasi Allohga oid. Ma'ayatdagi fa'fu wasbahudagi afvi, sabha degan nima desa, afvi degan bizning Uyg'ur tilidan bor. Afvu qiladigan bir gap bor ya. Shu ikkisi o'xshash talaffuzlash va ma'nodash so'z. Til nuqtasidan buni surishti qilsak, afaturrih al-athar deb qo'ydi. Ya'ni shamol izni yo'qotdi. Masalan, bir odam qum ustida mangan vaqtida qumda iz qoladi, qumliqda. Aniki shamol kelib izni butunlay yo'q qiladi. Mushun arabchada affu deymiz. Bir narsani yo'qotganni affu deymiz. Ya'ni bu yerdagi affu degan nima desa, qalbingdan har qanday yomonlik ta'sirini yo'q qil. Xuddi hech nima bermagandek, yuz bermagandek bilan. Safha deganimiz asli mundaliqi sahifa, qatlab o'tish sahifani, batlarni o'rib o'tish degan ma'noda, masalan deymiz ya bizlarga birdan bir o'tirib muomala chiqib qoldi. Muomalaning oxirisida talashib birga olib, bo'ldi endi bu batni qatlab o'tliya deymiz. Bu batni o'rib o'tla deymiz. Bu gap tugisini ya deymiz-ku. O'sha gap arab tilidagi safha bo'ladi. Ya'ni buni kallanga olmaslik, uni seni mashg'ul qilib qo'ymaslik, ya'ni zihningga kirgizmaslik, kallangdan chiqarib o'tish. Ma'ayatda musulmonlarning buyrug'ini shu. Yahudlarga qarata chatingni yo'q. Shu yuz bermagandaklar, uning gapini e'tiborga olmang, uning gapini. Chunki hatta ya'ti Allohu bi amri. Allah öz buyrug'ini, öz ishini apkaganiga qadar degani, bularning hukmi Allohga. Cho'qim bir masala qiladi bu yerda. Bularning bir javob kutidi, amaliy javob kutidi. Kurslar uni demakchi. Ya'ni bu vaziyat Yahudlarga nisbatan va mu'minlar haqida qilayotgan ishlarga nisbatan davomlashmaydi. Ularning qilganlari shu bo'yicha davomlashmaydi. Davomli qilamiz. Sizlar voy chatoq chiqar deb o'ylamanglar, qilaveringlar shunga. Yo'linglarda menglayveringlar. Bular bu holatda tura olmaydi. Buni amaliy hayotimizda nurg'un qatim ko'ryapmiz va yuz beradi. Birov-birovga ziyonkashlik qilgan vaqtida o'zining xizmatida, o'zining yo'lida davom etsa, u boshqalarning qilgani azaldan uningga ziyon ko'zanmaydi. Allohning buyrug'i ularni kutib turdi pat arada. Bu dunyoning qonuniyati, Qur'on bekitgan qonuniyat. Chunki Alloh subhanahu va taolo ularga bir ishni hozirlagan bo'ladi edi. Ammo bu ish vaqti kelmadi, zamoni kelmadi. Zamoni kelgan vaqtda har şey o'zgaradi. Hamma uni o'ylagandek bo'lmaydi. Shunga Allah subhanahu va taolo mu'minlarga deydi-ki, sizlar bundan ketiyemaysizlar deydi. Bundan mengiyemaysizlar. Shunda bir kun keladi, ularning jinoyat sababli sizlar tutisizlar deydi. Jinoyat sababli hisob olasizlar ulardan. Bu kun yiroq emas. Allah subhanahu va taolo mush oyatda aniq shaklda nima deyotdi? Hatta ya'tiya bi amri. Hatta ya'tiya bi amri. Cho'qim Allohning buyrug'i keldi. Oyatning mazmunidan. Chunki bu masala iymonning javhariga aloqador masala bu. Boshqalarning aytgan iymoniga, boshqalarning yaxshi axloq qilayotgan yaxshi ishlariga hasad qilib, unga zarar yetkazish iymon masalasi bu. Qanaqdir bu yerda Allah hatta ya'tiya bi amrillah demasmi? Oyatning oxirisida Allohning bu haqdagi o'rinlashtirgan ishi keladi. Mushtaqqacha o'zinglarni qilaveringlar dedi ya. Demak, cho'g'ini ishinglarni qilaveringlar. Allohning bir amri keladi, masala o'zgaradi dedi. Bu hargiz kelmaydi deb hargiz bunday o'ylab. Cho'qim Allohningki buyrug'i, Allohning amri shaksiz keladi. Alloh sizlarga qarata yordam beradi. Oyatning oxirisida innalloha ala kulli shay'in qodir. Allah her narsaga qodirligini, Allohningki o'z mulkida mutlaq qudrati bor, o'z mulkida. Ya'ni har narsaga yetadi. U bugun sizlarga yomonlik qilib, bugun sizlarga zarar yetkazib, keyin o'sak so'zni taqitib, dininglarda o'zrasilni shakka tashlab o'tib, u to'g'risida, bu to'g'risida, hele Ka'ba to'g'risida, hele bu to'g'risida gap tepayotganlarningki qilayotgan ishlarini Alloh bexabar emas. Allah bilib turadi uni. Allah o'zi bitirab qiladi uni. Allohning bundan qudrati yetadi. Shunga oyatning oxirisida bir Allah cho'qim bir ishni olib keladi deb yerga da'vat etdi. Mush ish jazman o'tirg'i chiqdi da'vat etdi. Ya'ni ish undan ketavermaydi lekin.
Ma dünyada Allah'ın kudretinden başka güç yok. Allah'ın gücünden başka, kuvvetinden başka kuvvet yok. Allah irade kanından başka hiç kanday iş bulmaydı. Çünkü bu atkan işlerin hemmesi Allah'ın ki bilişi, anlışı, bölüp duruş aslında buluvatıdı. Sizler özanlarının içinde kılıyorum neticesilerinin, yardımcılarının Allah sizlerge çok muhakkak bir işlerini hazırlagan, ulağı mı bir işini hazırlagan devatıdı. Allah subhanahu wa ta'ala ötküzgen hatalıklarımızı keçirsin, hata ketkelerimizni affu kılsın, bilip bilmey kılgan günahlarımızı mağfiret kılsın. Bugünkü dersimiz bu şekilde ahirlaştı ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.